Hammaga salom bola. Bugun sizlar bilan Abdulhamid Dorag'ay o'z nimaga bunaqa qurilgan deb so'rasalaring, men buni birinchi qismi edi. Birinchi qismda quruvdim, lekin men uni YouTube'ga joyladim. To'g'ri, YouTube'ga joyladim. YouTube'ga joylaganimdan keyin YouTube'da xabar keldi. Videongiz joylanmadi deb kirib ko'rdim. Videoga xatolik yuz berdi. Videoni o'rnatib bo'lmadi dedi. Lekin 54 daqiqalik video qildim. Endi sizlardan uzr so'ragan holda endi buni boshqatdan birinchi qism qilib olamiz. Birinchi qismga xush kelibsizlar. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib, esingizdan chiqarmang. Like bosib, esingizdan chiqarmang. Esingizdan chiqarmang. Keyin har bir mana shu ko'rgan odam menga obuna bo'ladigan bo'lsa, biz hozir 1000 tadan oshgan bo'lishimiz kerak edi, lekin yo'q, hali ham oshmadi. Sizlardan iltimos 1000 ta bo'laylik. Hatya 1000 ta bo'laylik. Bo'pti, xullas videoni boshladik. Men imperiya quryapman. Minecraft, lekin imperiya birinchi qism. Mana biz mashina qilib devorlar yasadik birinchi qismda. 53 daqiqalik videomiz biliq bo'ldi. Lekin sizlardan uzr so'ragan holda ikkinchi qismda yana birinchi qism qilib olamiz. Haftada ketdik. Men hozir devor quryaptim. Birinchi qismda. Umid qilamanki, bunisi ham o'chib ketmaydi. O'tgan video shunaqa qiziqarli bo'ladi. Mayli endi. Sizlardan obuna va like kutaman, kommentariyani portlatib tashlanglar. Iloj bo'lsa ko'proq odamga ulashinglar. Biz tezroq rivojlanishimiz kerak. Biz rivojlanishimiz uchun bo'lsa ham obuna bo'lish kerak. Iltimos, obuna bo'lishni to'xtatmanglar. Sizlar uchun har kuni video chiqarishga harakat qilyapman, lekin vaqtim yetmayapti. Sizlardan ko'nglim qolyapti. Hozir men short chiqardim, 22 ming odam ko'ribdi, lekin hech kim obuna bo'lmayapti. Agar obuna bo'lganlar biz 22 ming ta bo'lardik. Lekin hatya mana shu videoni ko'rganlar shunday obuna bo'lib, like bosib chiqib ketinglar. Chiqib ketmanglar, oxirigacha ko'ringlar. Kommentariya yozinglar, sizlarga qaysi YouTuber yoqishini. Siz buni qoraylik. Lekin o'tgan videoga ashuncha vaqtim ketdi boru. Shunday epic videoga olinmaydimi? Olingan bo'la o'rnatilmadi. Xatolik yuz berdi dedi. Qancha to'g'rilashga urinmadim, baribir to'g'rilab bo'lmadi. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Shu joyda noqulay ahvolga tushib qoldim. Ay. Qaranglar. Eshigini yopib turib, sakrab. Bitta sakrasang eshik ustiga chiqib olar ekan. Qanday epik narsa. Eshik yopib chiqib uxlab kelaylik. Video sizlarga qiziq bo'lmasa ham shunday like bosib ketinglar, iltimos. Obuna bo'lmasalaringni. Lekin video qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'linglar. 1000 taga oz qoldi. Sizlarda obunalaring va meni mehnatim.
Tak. Bolalar, men daraxt shofogunimcha videoni to'xtatib turaman. Bolani daraxtni bunaqadan oldim. Nima deydi? Nima edi? Kechiringlar bolalarga, men daraxt kreativdan oldim. Nimaga desalaring, men ancha uyda bo'lmadim. Keyin vaqtim ketib qoladi deb o'sha payt kirib kreativdan oldim. Tushunasizlar degan nima qilishim kerak edi axir? Albatta uzr so'rayman sizlardan. Ataylab qilmadim. Vaqt cho'zilib ketgani uchun qildim. Bo'ldi, nihoyat. Vatter to'lib qilamiz. Abbosga qiziquvchilar bo'lsa, qalban birgamiz. Abboschilar bilan qalban birgamiz. Abduqodir muxlislari videoga like bosamiz. Abbos muxlislari esa obuna bo'lamiz. Chunki men Abbosni yaxshi ko'raman. Rosadak men Abbosni yaxshi ko'raman. Abbos yoqadi menga. O'zbek futbolchilaridan. Tak. Buni sizlar o'ylagan bo'lishlari mumkin, daraxt kreativda olganimga. Sen bizni aldama, sen buni hammasini kreativda qurgansan deb. Lekin men buni kreativda qurmaganman. O'zim mehnatim bilan qurganman buni. Agar o'tgan video o'chirib tashlamaganimda, o'zlarining guvoh bo'lardilar, so'raylar qo'yganimga. Yo'q, lekin odam yolg'on gapirishi mumkin bo'lmaydi. Mana shunday rostdan aytib qo'yaverdim. Kreativdan jicha daraxt oldim. Kechirasizlar deb. Odam yolg'on gapirsa gunoh bo'ladi. Shuning uchun men ham yolg'on gapirmagan holda shunday aytib qo'yaverdim kreativdan. Daraxt bir daraxtim tugadi. Ishdan ashtga borguncha. Biz bu qishloqda imperiya qilib, shunday aqa boramiz, keyin aqa xuddi shunaqa yana bitta quramiz, yana maqa borib turib, xuddi shunaqa bitta qurib turib, ne to'ral tarafini devor qilib turib, tepasini ham iloji boricha yopib chiqamiz. To'g'ri, bunga ko'p daraxt ketishi mumkin, lekin shuncha daraxt ochoq kelib qolaramiz. Ay. Hozir bolalar qaytib keldim. Nima qildingiz sarang, pom chaqirib qoldi. Qaranglar. Shunchalik ham baland qilaman. Daraxtlar yetmaydi. Borstak, mashina tugadi borstak.
biridan kiyinuvdik, konga kirib oltin topuvdik. Afsuski videoga olinmadi. Olinga o'chirib boribdi. Sizlarga boy va kambag'al videosi qiziq bo'lsa, men ukam bilan olaman. Kommentga yozib keting. Tugadi boshlayam. Beshtakan daraxtlar. Umuman yetmaydi. Salobat shunaqami, ham mashaqqa ham chiqishimiz kerak. Shu ko'p daraxt. Ko'p qismli bo'ladi. Ham aytib qo'yay. Bu birinchi qismi. Bu qismlarni devorga yaqinlab xuddi shunaqadan bitta quramiz. Shu bilan video tamom bo'ladi. Bu videoga menga 30 ta like yig'ib stopda biz 340 ta bo'lsak. Menga 30 ta ko'ryapman. 100 ta like yig'ib beringlar. Hazırlaştım. 50 ta like yig'ib beringlar. Buni ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismi chiqishdan oldin boy va kambag'al videosi ham chiqib qoladi. Buni ham kutinglar. Va nihoyat oxiriga ham kelib qoldim. Mayli yetadi. To'g'rimi? Ё-моё! Shu katta qilib, shu tepasini shunday qilib o'rasak. Yedim sen hali meni otdingmi? Shu katta qilib. Ё-моё! Yetadi shuncha devor. Taydan kirib ketsa bo'laman. Tagini bekitishim kerak. Lo, 200 ta bo'lagan, bemalol bekitaman. Boshqa videolarim ham ko'ringlar albatta. Boshqa videolarim ham qiziq videolar. Hammasini bekarib tashib olib qolaman. Bu shunchalik qo'lga yetadi. Yana hali shunaqa kreativda qolgan narsalaring deb o'ylayapman. Hozir joyida qolgan. Hehehehe nima?
kanali kech ochganman. Kechasi uyga kanal ochganman. Ajoyib tarzda rivojlanyapti. Biz 300 tadan oshishimizga avvalambor sizlar sabab, sizlarga katta rahmat. Geç tarihe geç. Kaçan kodu bulam. Ya buni bir qavatli qilyapman ekan. Leper yo. Yo, zombi bolasi o'lama. Yo'q, bela. Yöbül. Akıllı var bu ne mi? Nima deyapsizlar? Ay bля. Yo'q. Yo'q. Onasini yemsin. Masalam yo'qolmasam olishim kerak. Adashmasam aytdim. Bilmasam. Ilohim, amaniydi. Uyqum kelyapti, gapirsam esimdan chiqyapti. To'g'risi. Mana shu yerdan o'zi ikkitalik bo'ldi. O'yinchoqlar o'ynashyaptimi?
Hozir bolalar yana 2 soniya. Bola mana qaytdim. Matiga kelib, to'xta, video olyapti nima deb. Shunday qilsam esimga tushib qoldi. Yaxshiyamki, bo'lsa bu ham olinmay qolishi mumkin edi. Sakra. Qish ketgan ekan. Yo'q, Daraxam ham tugadi. Yaxshi bo'lar. Çek. Qolib tur. Yo'lni tozalab. Yaxshiyam yo'limdek. Temaram o'zim bilanmikin? Yo'q. Temaram olganda qaytsam bo'ladi. Ikkita qoldi. To'liq imperiya bilan o'rashim. Stop. Mana mayda ber. Vallahi shu bilan naqanaq ketamiz. Yo'lda bu hozir men aytdan qo'yadigan bo'lsak, kecha qilish kerak. Tezroq shuni qilib bo'lsam-u, videoni tugatsam. Shunaqa charchadim. 53 minutlik esa montaj qilib charchadim. Lekin charchovda deb bo'ldi o'zi hammasi. Qolganini ikkinchi qismda qilsam ekan deyapman. Obunachilar nima deysizlar? Ё-моё, чуть-чуть qoldi. Yig'sak, biz hozir maydonda qilamiz. Yig'sak bitta tepadan qilishimiz kerak.
bekitish kerak. Qanday azob bu el. Juda charchadim, o'tayin. Bo'ldi bolalar. Birinchi qism bu yerda yakunlandi. Sizlar bilan Abdulhamid bo'ldi.